Bunaqa eksklyuzivniy kvartiralar har doim ham chiqilmaydi, akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Naq 122 kvadrat metrlik xonadonni vobshe arzon narxda ko'rsataman. Yevremont shundoq kirasizlar, yashab o'rasizlar. Lokatsiyasini sразу aytib o'taman akalar. Olmazor tumani Tinchlik metrosining shundoq yonginasiga dom bordi. 5 qavatli domni 5-qavatida joylashgan. Akalar, bu dom space planda yuradi akalar. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Space plan. Qaranglar, ko'rasizlarmi? Kattaligini bu asosiy eshik bo'ladi. Kvadrat metr 122 kvadrat metr plus mana shu joyi samozahvat qilib 10 kvadrat metr mana shunaqa ajdaniya qilib o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan, shkoflar qilib qo'yishgan. И podyezdni ham ko'rishingiz mumkin. Ko'rasizlarmi? Kengligini gap bo'lishi mumkin emas. Asosiy eshikdan kirib kelganda katta holimiz bo'ladi. Divanli zona, konditsioneri bor, tashqari qaragan derazasi bor va televizorning zona. Bu zavodskiy plan bo'yicha o'zi mana bitta devor bo'lganda, bu yoq tarafimizda oshxona bo'lgan, mana bu detskiy xona bo'lgan. Uy egalari esa divanli zona qilib katta hol qilib qo'yishgan, mana bitta devorni olib tashlab, bu yerda ikkita balkon bo'ladi. Bu birinchi balkonimiz. Bu balkonimizning kattaligini ko'rasizlarmi? Oshxonani balkonga olib chiqib qo'yishgan, hattoki oyoq tagida to'pli pollarigacha bor. Radiatorlari ham mana bitta ixchamgina qilib yopilgan. Romlarni ko'rasizlarmi? Kattaligini quyosh tushigan, vobshe zo'r. Temir panjaralargacha bor. Shunda maktab, bog'cha, korzinka, aptekadan muammo yo'q. Shunda kirasizlar, yashab o'rasizlar. Asosiy eshikdan chap tarafga o'tganda uzun koridorimiz bo'ladi. Albatta, ixchamgina kladovkasi joylashgan. Bu yoq tarafimizda mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxonamizda endi lampochkalari ozgina kuyib qolibdi. Mana bu lustrani atak ko'rasizlarni ideal holatda turibdi. Xonadonimizda qisman narsalar chiqib ketadi, qisman narsalar qoladi. Konditsionerlar 100% qoladi. Ikkita roma bor ko'rasizlar. Tashqariga qaragan televizorlari va shkoflari joylashgan. Uy egalariga ozgina bir yaxshi gapirsanglar, xudo xohlasa hamma narsani tashlab ketaman deyaptilar. Yoq tarafimizda kichkina koridorimiz bo'ladi, to'g'rida sanuzel. Yoq tarafimizda hojatxona, razdельный holatda bo'ladi, kafirlari ideal holatda. Kir moshina 100% qoladi, LG. Mana yuvinish xonasi. Gap yo'q, lekin bor, aboylarni qaranglar, mana patologlarni qaranglar, va shu cho'tki holatda turibdi. Shundoq kirib yashab o'rasizlar. Bu yoq tarafimizda detskiy xonamiz bo'ladi. Ko'rasizlar, kattagina razmerda. Hop, bu ikkinchi balkonimiz bo'ladi. Ikkinchi balkonimiz ko'rasizlarmi? Kengligini, o'zining shkoflari bor, tashqari qaragan derazasi bor. Bunaqa domlachi har doim o'zi chiqavermaydi-da. Ko'pchilik ana katta oilalilar bo'lsa, mana shunaqa dom qidirib bo'lgan bo'lsa, hozirdan jo'natib qo'yinglar. Mana bu tarafda yana bitta родительский spalni bu xonani ko'rsata olmayman. Yosh katta onaxon bor ekanlar, o'shaning uchun bezovta qilmaymiz. Endi bu joyimiz o'zi zavodskiy sanuzel bo'lgan, sanuzelni olib tashlashganda bular uy egalari. Bu yerda kladovka qilib qo'yishgan, zo'r yechim qilishibdi. Mana bu tarafimizda родительский spalni bo'ladi. Shkoflari bor, o'zini ko'rasizlar, hamma narsasi ideal holatda turibdi, tashqariga qaragan derazasi bor. Bu yerda hech qanaqasiga guvohron xonani men ko'rmadim. Bunaqa xonadonlar aytayotgandek har doim ham chiqavermaydi. Umumiy maydonimiz akalar 122 kvadrat metrni tashkil qiladi. Xonadonimizda qisman narsa qoladi, qisman narsalar chiqib ketadi. Tinchlik metrodan shunaqa kvartira qidirib o'rgan tanishchilik videoni jo'natib qo'yasizlar. Endi narxi keladigan bo'lsa, 105 ming dollarga baraka qilishingiz mumkin. Sunnatiga yaxshigina skidkasi bor. Kim qiziq bo'lsa, past raqam qoldiraman, telefon ko'rasizlar.